Ushbu loyiha Turonbank hamkorligida Andijon viloyati Ulug'nor tumani Minchiroq mahalla fuqarolar yig'ini 279-sonli konturda jami 3,5 gektar yer maydoniga amalga oshirilgan. Ekin turi tarvuz. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlarning holati juda ham yaxshi. Shu holatda ekinlar 120 kun davomida pishadi. Ekinlarni yetishtirish davomida sug'oriladi, tabiiy mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihada jami 12 ta dehqon xo'jalik biriktirilgan. Loyihaning samaradorligini oshirish maqsadida lider tadbirkor Turon yerlari ichki kompaniyasi biriktirilgan. Ushbu yer maydonida jami 120-130 tonnagacha hosil yetishtirish rejalashtirilgan. Har bir dehqonning daromadi o'rtacha 25-30 million so'mni tashkil etadi. Mazkur hosil yig'ib olingandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekin turini ekish orqali dehqon xo'jaligi daromadlarini yanada oshirish rejalashtirilgan.